Assalomu alaykum. Bugun uy sharoitida idealniy chiqadigan belgiyskiy vafli retseptini o'rganamiz. Videoda ko'rsatilgan miqdordagi quruq mahsulotlarimizni bir idishga solib aralashtirib olamiz. Ustidan 2 dona tuxum, 100 gram aritilgan sariyog', iliq holatda qizdirib olingan 1 stakan sut solib yaxshilab aralashtiramiz. Vafli apparatimizni yog'lab, yaxshilab qizdirib, xamirimizni solib pishirib olamiz. Qizarib pishib chiqqan vaflilarimizni xohishga ko'ra shokolad va mevalar bilan bezatamiz. Ushbu usulda tayyorlangan vafli ko'chadan sotib olib yegan vaflilaringizdan umuman farq qilmaydi. Albatta tayyorlab iste'mol qilib ko'rishingizni tavsiya etaman.